Assalomu alaykum, mening ismim Aniyar Hasan. Men Navrakam Zulyar Yasin to'g'riliq guvohlik bermoqchi. Navrakam Zulyar Yasin 1996-yili 11-oyning 24-kuni Urumchi shahrida tug'ilgan. 2014-yili 9-oyda Turkiyaga kelib, Istanbul universiteti iqtisodiy kasbida o'qigan. 2016-yili 9-oyda oilasidagilarning zo'rlashi tufaylidan vatanga qaytib ketgan. 2017-yili oliy maktab imtihoniga qatnashib, Fujian yez igilik universitetiga yer mulk boshqarish kasbiga 5 yillik o'qishga kirgan. 2021-yili 7-oyda ta'til qilib, Urumchiga qaytgan va praktikasini boshlagan. 2021-yili 12-oyning 14-kuni uydan tuyuqsiz soqchilar tarafidan tutilib ketilgan va 2022-yili 2-oyning 14-kuni davlatni parchalash va siyosiy jinoyat degan qalpoq bilan 5 yillik kesib etilgan. Mening navrakam hech qanday bir jinoyat o'tkazmagan. Mening navrakam o'qiyotgan, tirishayotgan bir inson. Mening navrakamning bundoq tutilib ketishi va bundoq sug'unib qilishi qonunga xilof. Mening navrakam faqat Uyg'ur bo'lganligi uchun tutilib ketildi. Men butun dunyodagi har qaysi jamiyat organlarining bu Uyg'urlarga qilingan so'yqirmini to'xtatishga tirishishini umid qilma va navrakam Zulyar Yasinning darhol qo'yib berilishini talab qilma.